Hurmatli kuzatuvchilar, e'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta videoda aytib o'taman, agarda siz bizdan mashina xarid qiladigan bo'lsangiz, metan yoki propanni doimo bizni o'zimizdan garantiya bilan qo'ydirib olsangiz bo'ladi. Endi biz hozir mana shu servisga kelganmiz. Kelinglar birgalikda mana shu servisda qanaqa mashinalar turibdi, qanaqa mashinalarga metan qo'yilyapti, qaysiga propan qo'yilyapti, hammasini shu yerdagi ishlaydigan o'zini nima deydi, ekspertlardan so'rab o'tamiz. Ko'rib turganimizdek, bu yoqda hozir mana Jack Sunray bor, Jack X200 lar bor, hamda mana bu yerda bo'lsa Jack T9 pikap ham mavjud. Bu mashinalarni Jack X200 da atmosferniy motor bo'lsa, Sunrayda hamda Jack T9 da pikapda turbironli motor bo'ladi. Keling endi o'z ishini ustasidan hamma narsani batafsil so'rab chiqamiz. Ya'ni mashinalarga qanaqa metan yoki propan hammasi qo'yilyapti. Narzullo aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Ha, rahmat. Aka, endi mana aylanib keldik. Sizga doimo shu mijozlarimiz kelib, mashinalarga metan propan qo'ydirishadi. Keling bir chetdan boshlaymiz. Mana bu yerda mana Jack X200 turibdi. Bunga xudo xolasa metan qo'yiladimi yoki propan qo'yiladimi aka bu mashinalarga? Avvalambor assalomu alaykum, China Motors kanali kuzatuvchilari. Xo'sh. Bu Jack X200 mashinamiz bo'ladi. Bunga xudo xolasa refrigerator uстановка qilingan. Bu mashinamiz 2 litrlik atmosferni bilmaganlar uchun ko'pchilik biladi bu mashinamizni. Xo'sh, bunga qo'yiladigan jihozlar hozir metan uстановка bo'lyapti aka. Ikkita 80 talik bilan uстановка qilib beryapmiz. Kapot qismiga keladigan bo'lsa agar, bu hali ish jarayoni ketyapti. Hozir u yoqdan kapot qismini bitganini ko'rsatib o'tamiz misol. Bo'ldi. Xo'sh, metan. Ha, bunga metan. Aha, metan qo'yiladi X200 yuk tashiydigan mashinalarga. Bu yoqda Jack T9 turibdi. Jack T9 turibdi. Buni dvigateli уже turbironli, boshqacha ancha. Aha. Bu haqida ko'pchilik ma'lumotga ega emas hali. Bu mashinamiz Jack T9, Jackdan yangi chiqqan model T9 pikap hisoblanadi. Bu mashinamizda 2 litrlik GDI motor jihozlangan. 2 litrlik GDI motor bilan jihozlangan. Bu mashinamizga propan uстановка qilib beryapmiz. Propan. Ha, 90% gaz, 10% benzinda ishlaydigan rejimda KME Polshadan polni original qilib, idealni qilib uстановка qilib berganmiz. Mana ish jarayonini, ishni ko'rsatishingiz ham mumkin bemalol. Injektorlar visokoskоростной qo'yganmiz. 4 porsiyonlik bo'ladi mashinamiz. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Polshadan visokoskоростной idealni qilib polni mana ko'rishlaringiz mumkin. Termotrubka bo'lgan, magnetikalari alohida chiroyli qilib uстановка qilganmiz, yuvelirni qilib, reduktori ham 01 reduktor bilan uстановка qilib berganmiz. Full komplektatsiyada bo'lgan. Bu mashinamiz balon qismiga keladigan bo'lsa agar, balonimiz zapaskani o'rniga birga bir idealni bo'lib 70 talik balon uстановка qilib berganmiz. Xo'sh, necha kilometr masofa yurib bera oladi? Xudo xolasa 100 ga 1 litrdan 2 litrgacha benzin yoqadi. Xo'sh, qolganiga gaz yoqadi. Bitta zapravka, to'liq zapravkada shunda mashinamiz xudo xolasa 500 kilometrdan 600 kilometrgacha masofani yurib bera oladi. Zo'r. Yaxshi. Hozirgi kunda tortishlaridan bunga propan qo'ydirayotganlarning sababi hozir 80 benzin yo'q, 92 bularga bo'lmaydi. 95 qo'yib yurishingiz kerak-da, misol. Qimmat 95 juda. 95 qimmat. Lekin bunga propan uстановка qilib berganmiz, tortishlar 95 benzindan yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Komplektatsiyasi full bo'lgan, xudo xolasa benzindan 95 benzindan javob beramiz, xudo xolasa chiroyli ishlab beradi. Bo'ldi. Asosiy maqsad propan qo'yishda ham tortishi benzinnikidan yaxshi bo'ladi, ham ekonom bo'ladi. Ham motorning umri uzoqroq bo'ladi. Motorga ham foydali. Конечно, hozir yaxshi benzin topish muhim bo'lib qoldi. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri aytasiz. Xo'p, bu mashinani ham biz tushunib oldik. Siz aytganingizdek zapchastlar oddiy emas. Hammasi original bo'ladi bizda. Umuman Xitoy yo poddelka yo dublikat zapchast aralashtirmaymiz aka. Nimaiki biz motoriga ham qo'shib, faqat gaziga emas, motoriga ham garantiya beramiz-da. Faqat gaziga emas. Qanchaga garantiya berasiz aka, misol uchun mana shu mashina? 1 yil mobaynida 50 ming kilometr probeggacha yarim krug degani garantiyasi saqlanib qoladi o'zida. Motorniki ham. Gaziga qo'shib, gaz, motor ishimizga 1 yil 50 ming kilometr hamma mashinaga garantiya beramiz. Gap yo'q. Endi yaxshi narsalarni ishlatgan ekansiz, propanga, metanga ham xuddi shunaqa zapchastlar. Xo'sh, metan mana Jack Sunray'ni ko'rsatib o'tadigan bo'lsa agar, jarayon ketyapti. Oldi qismlari bitib qolgan. Ko'pchilik misol sifatli ishni baribir usta akalarimiz ko'rishlari mumkin. Misol ko'pchilik farqiga boradi. Polshadan stak qo'yib berganmiz, original ko'rishlaringiz mumkin. Visokoskоростной Polshadan 31 injektorlar idealni bo'lib, ichlariga fitting tashab chiroyli qilib uстановка qilib berganmiz. Reduktorimiz har doimgidek metanga ham, propanga ham biz italyanskiy reduktor hisob ishlatamiz. Tamasetti italyanskiy original reduktorimiz.
Zo'r. Mana kapot qismiga ko'radigan bo'lsak, variator bilan uстановка qilib berganmiz bunga. Ha. Benzinga o'tganida zajigani pozda bo'ladi, zavodskoy holatiga qaytadi. Gazga o'tganida zajigani rana bo'ladi-da, mashinani tortishlari xudo xolasa 92 benzin bilan bir xil yurib beradi. Ha, 92 quygan bilan bir xil yuradi. 80 benzindan ancha aqlli yuradi, metan bo'lyapti. Shunaqa. O'shanga qaramasdan jihozlarni zo'r qo'yganmiz, full komplektatsiyada bo'lgan. 92 benzin bilan xudo xolasa bir xil yurib beradi. Bo'ldi, zo'r. Ma'lumot o'rnida buni ham aytib o'tishimiz kerak. Bu mashinamizning motori 2 litrlik MPI motor, turbinalik motor bo'ladi. GDI emas. Bu 100% gazda harakatlanadi. Bemalol gaz muammosiz tushadi. Yo'q, bunga 100% gazda harakatlanadigan bo'ladi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, bu mashinamizga orqa qismiga 3 ta 60 talik uzun balondan, 2 ta 30 talik, общий 5 ta balondan uстановка qilib beryapmiz. 5 ta balon. Shaharning ichida 350 kilometr, dalnida xudo xolasa 400 kilometrgacha yurib bera oladi bemalol. Zo'r. Tortishlardan umuman muammo bo'lmaydi. Bunga ham xuddi unga qancha garantiya beryapmiz, bunga ham xuddi shunaqa garantiya saqlanib qoladi. 1 yil и 50 ming kilometr. 50 ming kilometr. U kam masofa emas, misol yarim kruг deganida. To'g'ri. Agar muammosi bo'lsa, o'sha 50 minggacha o'zi ko'rinadi. Bemalol, любой motoriga bo'lsin, qo'yilgan jihoziga, ishimizga, hammasiga xizmat ko'rsatamiz. И o'sha 12 ta viloyat bo'yicha servis xizmat ko'rsatamiz. Ha, bo'ldi, zo'r. Endi Sunray'da aytdingiz, T9 bilan X200 aytdingiz. Qani X200 bu hali jarayonda dedingiz. Jarayonda. Mana bu yerda kelsangizlar, xudo xolasa. Bunisi gaz balon jarayonda ketyapti. Gaz balon qo'yish jarayoni ketyapti hali. Bu yoqda mana bu mashinamiz почти bitib qolgan. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bunga ham xuddi shunaqa 2 litrlik aytib o'tdik. Italyanskiy reduktor har doimgidek. Tamasetti AT12 shlankalari metan bo'lishiga qaramasdan Fagumit shlanka ishlatamiz. Mana ishlarni ko'rishlaringiz mumkin. Sirkulyatsiyalarni pechkadan olganmiz. Reduktor zo'r ishlab berishi uchun. Injektorlar, motorning ob'yomi kichkina bo'lsa ham, biz высокоскоростной injektorlar qo'yib beramiz. Nimaga? Klientga komfortliroq bo'lsin, и tortishida muammo bo'lmasin. Bunga ham miyasini ikkita qilib, variator bilan uстановка qilib berganmiz. Metanda tortishidan umuman muammo bo'lmaydi. Xuddi 92 benzin bilan bir xil yurib beradi. Tushunarli. Xudo xolasa, umuman zapchaslariga, ishimizga xudo xolasa 100% garantiya beramiz. Original zapchaslar, nima zapchas ishlatsa, gaz balonni kraniga bo'ladimi, zapravishchisi, reduktor, injektor, miya, shlanka bo'lsin, to xamutgacha hammasi original bo'ladi bizga. O'sha uchun qo'rqmasdan biz garantiya beramiz. Zo'r. Misol. Zo'r. Yo, yaxshi, zo'r. Agar oldinlari adashmasam shu metan qo'ysa, hamma mashinalarni tortish tushib ketardi. Oldinlari. Shunaqa. 3-4 yil oldin. Hozirgi kunga kelib uni ham yo'lin qilingan. Aka bularga o'sha uchun full komplektatsiyada qilib beryapmiz. Nimaiki hamma mijozimiz, ko'pchilik mijozlar viloyatga chiqib ketadi. Viloyatga chiqib ketgandan keyin muammo bo'lmasligi uchun bir yo'la hamma ishlarni chiroyli qilib beramiz. Bu mashinamizga bu tomoniga bitta 80 talik, u tomoniga ham bitta 80 talik tushadi. Buni yurib beradigan masofasi, xudo xolasa, shaharning ichida 300 kilometrdan 350 kilometr atrofigacha yurib beradi. Dalnida 350 kilometrdan ko'proq yuradi ikkita balonimizda. Tushunarli. Xudo xolasa. Chotki qilib, mana biz ishga hammasi nazorat, o'zim nazorat. Bo'ldi aka. Endi yana bitta bunaqa savolimiz bor. Masalan, klient deylik, yana X200 sotib oldi, sizga metan qo'ydirmoqchi. Qancha vaqt ketadi? Qancha kutadi masalan? Bitta mashinaga ochritga qarab turib, ish jarayoni, ochritga qarab turib, iloji boricha, lekin klient olgandan keyin ishini ertaga qoldirmaymiz. Bizga ishni vaqti belgilanmagan, kechgacha oxirgi klientgacha ishlaymiz. Misol, klient olib kelsa agar o'sha kun ish chiqib ketadi. Misol, ochritimiz kamroq bo'lsa agar, ish jarayoni boshlangandan keyin 3 soat, 4 soatda klientning ishini maksimal tezlashtirib chiqarib berishga harakat qilamiz. Agar ochrit bo'lgan taqdirda ham o'sha kun ishlari bitib ketadi. Bu kunisiga qolmaydi, xudo xolasa. Tushundim. Agar o'sha kuni menga kerak desalar, maksimalni harakat qilib, nechigacha bo'lsa ham qolib qilib berasiz. Agar o'chirt bo'lmasa, shu ishni boshlaganingizdan keyin 3 soat, 4 soatda bitadi. Shunaqa. Bo'ldi, gap yo'q. Hamma ma'lumotlarni menimcha bilib oldim. Ko'pchilikka bu ma'lumotlar ham qiziq bo'ldi degan umiddaman. Ko'rib turganingizdek, biz hech qachon nima deydi, klientlarni pulidan olib, bu yoqdan nima deydi, zapchaslardan kamiz joyini ishlatmaymiz, ya'ni oddiylarni ishlatmaymiz. Hammasi originalniy zapchaslar, brendoviy zapchaslar bo'ladi. Qo'yilayotganlari mana aytib o'tganlaridek. Bemalol o'zingiz kelib, ko'rib, tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, mashinaga qo'yishdan oldin kelib ko'rib olsangiz bo'ladi, zapchaslar qanaqalari qo'yiladi, o'zlari bilan gaplashsangiz bo'ladi. Bemalol mana shu yerda o'zidan agar uстановка qiladigan bo'lsangiz, sizni mashinangiz ham, metan propaningiz ham garantiyasi saqlangan holatda bo'lyapti. Shuning uchun menimcha
har bitta mijozimiz uchun bu albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Agarda bizdan mashina xarid qiladigan bo'lsangiz yoki mashina o'zi xarid qilishga yaqin kelgan bo'lsangiz, bemalol metan propanni shu yerdan ustanovka qilishni ham bemalol kelib ko'rib ketsangiz bo'ladi. Agar sizga ma'qul keladigan bo'lsa, shu yerning o'zida masalan bir kun uzog'i borsa, agar shoshmayotgan bo'lsangiz, o'chirt ko'p bo'lsa, 2 kunda mashinangizni tayyor full qilib olib ketasiz. Barchangizni mana shu servisda hamda China Motorsda kutib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.